Go'zallik ortida qanday hikoya bor? Feruza Normat va yana e'tibor markazida. Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va video ostiga like bosishni unutmang. Jahon va o'zbek shou-biznes vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirilgan qiziqarli foto va videolarni e'tiboringizga havola qilamiz. Aktrisa va insta-bloger Malika Ravshanova ilk marta farzandli bo'lib, onalik baxtiga erishdi. Aktrisa Odina To'xtasinova tarmoqqa yangi suratlarni joylar ekan, muxlislariga falsafiy savol bilan murojaat qildi. Boshlovchi va bloger Husnora Shodiyeva Yaponiya sayohatidan surat va videolarni obunachilari bilan bo'lishib bormoqda. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ra'no Yarasheva xonadonida hamkasblari uchun fayzli iftorlik dasturxoni yozdi. Teatr va kino aktrisalari jonli ijrolari bilan davraga alohida shukuh bag'ishladi. Teatr va kino aktrisasi Maqsuda Otajonova sahifasiga joylagan surati ostida she'riy izoh yozib qoldirdi. Xonanda Sevinch Ismoilova kuzatuvchilarini yaqinlashib kelayotgan Navro'z bayrami bilan muxlislariga o'z tabriklarini yozib qoldirdi. Azizlarim, yaqinlashib kelayotgan Navro'zingiz muborak bo'lsin. Yangi yil sizga baxt, sog'lik va ulkan ilhom olib kelsin. Har kuningiz quvonch va muvaffaqiyat bilan o'tsin deydi. Aktrisa va bloger Shahlo Zoirova sayohatini Meksikaning Tulum kurort shahrida davom ettirmoqda. Aktrisa Feruza Normatova bahoriy va milliy ruhiga boy fotosessiya uyushtirdi. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni va video ostiga like bosishni unutmang.